Nasoslarni ovozini eshityapsizlarmi? Hozir mana 22 kilovatlik nasosimiz ishlayapti. Jimjida maza qilib ishlayapti. Hikmat qilaman. Hozir mana bitta narsani ko'rsataman. O'rtacha berib qo'ygan barimiz 57 ampa, ya'ni 507 bar darlikni xullas berib qo'ygan. Boshqani ko'rsataman sizlarga qanaqa tez bo'lgan. Mana bu dori bochkamiz bor, ana qarang, shuni ko'rsatib ketdik. O'zidan so'radi. Nasosni so'rish qismiga shuni ulab qo'yilgan. Mana bu yerda kollektorimiz har bitta dalaga alohida ketgan. Ikkita nasos bilan ular bemalol sug'orsangiz bo'ladi. Bundan tashqari generator ham bor. Agar tok o'chib qoladigan bo'lsa, bu muammoga ham yechim bor. Muzdekgina bu olim o'rtoqlar. Ko'rasizlar. Ko'rasizlar. Kirib qo'yadi. Mana çok yani. Yani bo'lsa. Xullas. Mana shunaqa holatda maza qilib sug'orib tush keladi. Ko'rasizlar.